Yorildim. Dadasi. Ha? Bu yoqqa keling. Ha? Bugun ana ustalarga ovqat qilmadim. Jinnimizdan soat 12 bo'ldi-yu. Ovqat qilgim kelmadi bugun. Nimaga qilgin kelmaydi? Boradigan zarar yerlarim bor edi. Shuning uchun qilmadim. Kechagi osh bor. Ashini isitib beravering. Ishlaydi ustalarga qanday kechagi oshni isitib berasan? Ha nima bo'ladi? Ishdimi bo'lmaydi. Bo'lsa ko'chadan ovqat olib keling. Ertaroq aytib qo'ymabsan-da shuni. Bo'lmasa menga qilamiz bu qara. Hozir ustalar bilan gaplashib turaman. Men aytaman ustalarga, bugun sizlar qo'yyoq qo'yg'ishni qozon kabob bo'lyapti deyman. Sen qozonni o'tarib berasan, taraq-taraq qilib berasan. Nima bo'ldi desam, chirasan. Dadasi, qozon kabob o'tarib ketdi deysan. Men aytaman, ha bo'pti, o'sha abidan bu bolalarni qo'lini ochib ustalarni. Kechagi oshni isitib beraver deyman. Kechagi oshni isitib beraveramiz. Qalay bo'larkin? Qanday bo'ladi? Hormanglar ustalar yaxshimisiz charchamasdan qanday bo'lyapti? Ha, bu popdi-yu ancha. Ha, kamchiliklar yo'qmi nimaga? Kamchilik yo'q, sovuq ham tushib qoldi aka. Sovuq tushib qoldi, sovuq bo'lyapti. Sovuqda aka, qorin et tortib qolyapti. Obed sal ertaroq qilib bersangiz yaxshi. Bo'ldi, obeddan hijolat bo'lmaydi. Sizlarga qo'yyoq qo'yg'ishdi. Qozon kabob bo'lyapti. Hozir 5-10 minutda xudo xohlasa tayyor bo'ladi. Voy, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Dadasi, kechagi osh to'kilib ketdi.